Hurmatli obunachilar, sizni uyingizni kommentariyaga yozib keting, necha xonaga gilam qidiryapsiz, o'shani yozib ketsangiz, Nurolim akamiz nech pulga tushishini yozib ketadilar, xudo xolasa. Shunaqa. Tushunarli. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa, bugun eng arzon bo'lgan optim narxlardagi gilamlarni obzoriga kelganmiz. Videomizga like bosib oxirigacha tomosha qilsangiz, bularni qanaqa materialdan yasalganliklari, dastavka xizmatlari bormi yo'qmi, narxlari bo'yicha har biri bilan to'xtalib o'tamiz. Bular bo'yicha sotuvchi akamiz Nurolim akadan ma'lumotlar o'tamiz. Aka, salomatmisiz? Xush kelibsiz aka. Rahmat aka. Sizga Nurolim aka, siz necha xil turdagi gilamlar bilan ishlaysiz asosan? Bizda asosan Urgas, Sak gilamlari, yek gilamlari bor, Qozog'iston, Eron gilamlarimiz ham bor. 50-60 xil demak turi bor, shunaqami? 80 dan 4 metrgachalik metrajlarimiz ham hammasidan 80 santimetrdan 4 metr. Muammo yo'q ulardan. Qoyil. Hozir qaysidan boshlaymiz aka? Sizga mana o'zimizning jaydari arzonchi gilamimizni ko'rsatay. Mana bular 2 ga 3 bo'ladi. Qoyil. 360 ming so'm. Bu klassik variant, shunaqami? Bu gullik variantlari. Mana Qozog'iston gilamlari. Ha, boshqa davlatlar bilan ishlayverasiz, shunaqami? Shunaqa, 2 ga 4 bo'ladi. Qoyil. Haytek variantimiz. Shularning narxlari necha pul chiqadi, Nurolim aka? Bularnikimi? Bunikini bitta kalkulyator tashlab yuboringchi. Haytek varianti, pastdagisi gulli varianti, klassik varianti. Aytib o'tganimizdek, akalarimiz bemalol topib berishadi shunaqa. Siz qaysini xohlasangiz, kommentlarga yozib keting. Uyingiz necha kvadratligini aytib ketsangiz, sizga necha pulgacha tushishini kommentlarda Nurolim akamiz javob berib o'tadi. bu necha pul tushadi aka bu? 1 million 900 ming so'm chiqadi. Shu turishi shunaqami? Shu turishi. Hozir 2 ga 4 bo'ladi bu. 2 ga 4 metr. Qalinligi rosa qalin bo'ladi mana. Qoyil. Qalinligi rosa qalin narsalar. Nurolim aka, to'qimali. gilam tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Sifatiga e'tibor berasiz aslida. Endi sifati nima bilan bilmagan, endi gilamga tushunmaydigan odam qanday bilib olsa bo'ladi, misol uchun? Qalinligidan bilsa bo'ladi, to'qimaligidan bilsa bo'ladi. Orqasigacha o'tib ketgan to'qimasi mana sifati zo'r. Qoyil. Ancha qalin bo'ladi qalinligi. Baribir endi ushlab ko'rsa bilinadi-da, bu Shunaqa telefondan ushlab ko'rganda bilinyapti, baribir qalinligi. Yaxshi sifatli akril mahsulotlar, paxtadan. Qoyil. Mana Turkiya gilamlari ham kelgan mana yangicha. Bularni ham Mashalloh, juda chiroyli ekan. 2 ga 3 bo'ladi bu. Bularning ham hamma razmeri bor. 1,5 ga 2.30 dan boshlab 3 ga 4, 3 ga 5, 3,5 ga 4,5, 6 metrgachaliklar hamma razmerimiz bor. Xohlasa koridorga olsin, xohlasa zalga, xohlasa mehmonxonasiga ham olsa bo'ladi. Buni qizil bardovoy chiroyli ranglarida ham kelgan. Hozir ochib ko'rsatamiz ularni ham. Qoyil, zo'r. Mana o'zimizning sak gilamlari ham bor. Qalin. O'zbekistonda 100% akril bo'ladi. O'ta qalin ekan bor-ku. O'ta qalin. Qoyil. Nurolim aka, bularni yuvib ishlatganda uncha nima qilmaydimi? Sifatini yo'qotmaydimi aka? Yo'q. Sifati yo'qolmaydi. Mana yana bir klassik Qozog'iston gilamlari bu ham. Qoyil. Bu spalnilarga, bolalarning xonalariga, bularning katta razmerlari ham zallarga bor. Qalin bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlarga undan ham qalini bor. 2800 taroqlik gilamimiz. O'ta og'irmi deyman, tushishi ham yoqda tushdi. Mana. Qoyil. Ustida maza qilib beradi aka, buni shunday to'shasa. 2 ga 3. Hozir shu gilamlarimizni qayerlarga olishyapti, Nurolim aka? Bularni aslini zallarga olyapti, mehmonxonalarga, o'zlarining anakalariga. Joy ham tarkib bo'lgan joylarga ochiq tashyapti. Ko'pchilik to'ldirmayapti, ochiq tashyapti. Ochiq tashaganda gilam ham nafas oladi, ham artib tozalashlarga ham oson bo'ladi. Uyda ham ochib turadi. Qoyil. Endi sizda metrajli variantlar ham bor, shunaqami? Shunaqa. Eron gilamlarimiz ham bor. Toza Eron. Wow. Mana toza Eron aka, shunda original-a? Shunaqa original, toza Eron gilamlari bor. Klassik variant. Qoyil. Shunaqa. Bularning 1 kvadrat necha pul chiqadi endi aka? Bularniki o'zimiz so'mda ayta qolaman. Где-то 450 ming so'm atrofiga chiqadi bular. 1 kvadrat, shunaqami? 1 kvadrat. Tushunarli. Sizda eng arzondan eng qimmatigacha necha pul? 60 ming so'mdan o'sha 450 minggacha bo'lgani. Mana shu eng qimmat ekan demak. Orqasigacha mana gullari. Sifati zo'r. Qo'ying, orqasi ham gilamlar. Qalinligini mana даже ocha olmaysiz ham. Arasini. Toza Eron gilamlari bular. Bularni avvallari ham bor, avval gullari. Avvalda ham 1 ga 1,5 dan boshlab 5 metr, 6 metrgachalik hamma razmerimiz bor. Mana shu turishi 850 ming, 1,5 ga 230 bo'ladi. Bular kvadratga sotilmaydi, donaga sotiladi, shunaqa? Yo'q, bu ham kvadratga, hammasi kvadratga uriladi. Tushunarli. 240 ming atrofga aylanyapti hozir. Hozir ko'pchilik hozir 20 qilib tashladik, 360 ming so'm sotilgan gilamlar. Qo'ying.
Hozir ko'pchilik mana shunday gilamlar olyapti, yonlari ochiq bo'ladi. Shunaqa. Chiroyli ko'rsatyapti-da. Ko'pchilik ochiq hozir tagiga. devordan devorga taqab tashlamayapti pashti. Bularning kattalari bor. Xudo xolasa mana. Mashalloh. 2,5 ga 3 razmerliklar, 2,5 ga 4. Bularning ham 8 metrgachalik hamma razmeri bor. Xonadon egasini nimasiga qarab, razmeriga qarab chiqarib berasiz, shunaqami? Shunaqa, uylarini borib o'lchab, tikib, bichib, dastlabki xizmatlarimizgacha bor hammasi. Zo'r. Hozirgi joylashuvimiz qayer? Hozir Toshkent shahri. Toshkent shahar Urg'izordan kelaverishda o'ng qo'lda algoritm avtosalon. Orqa tarafimizda zapravka, bu yog'i Bekbaraka. Tushunarli. Ja tushunmasa lokatsiya tashlab Ishonguzarga bir ostanovka. Lokatsiya tashlab bera olamiz. Bo'ldi, tushunarli. Nomer qoldiramiz, nomerlarga telefon qilsa, tashlab beramiz. Muammosiz. Mana bu ham o'zimizning gilamlar. Sifati yaxshi, 100% akrillik bo'ladi. Qo'yil. Shu joyga like bosib qo'yinglar. Sizlarni ko'pchilik so'rashdi-da, mana shunaqa ochib ko'rsating, ko'raylik, razmerlarni ayting deydi. 2 ga 5 bo'ladi. Hamma razmeri bor buni ham. Qo'yil. Nurolim aka, sizga to'lov turlari farqi yo'qmi aka? Yo'q. Xohlasa klik, xohlasa naqd pul bersin. Shunaqa. Xohlasa dollar bersin. Dastavka etib beramiz. Uyida berib yuborsa ham hech qanday muammo yo'q. Uyga borganda bersa bo'ladimi? Shunaqa. Qo'yil. Tanlab ketishadi. Mana bu Turkiya gilamlari, sifati zo'r. Eskicha gilamlar, mana o'zimizning eski gilamlardan anaqasidan. Lekin material yangi. O'zi eski gilam emas. Yo'q, endi shunaqa eskicha nima beradi, shunaqami? Xiva gilamlarimiz bo'lardi. Mana bu yoqdan aylantirib ko'ringsiz, mana bu yoqda boshqa rang o'tadi. Haqiqatda rangini o'zgartirar ekan. Zo'r. Nurolim aka, o'sha metrajli gilamlarni bitta ko'raylik. Mayli, hozir yana bittasini bir sizga ochib ko'rsataylik. Mana yana bitta bir. Bu ham zallarga. Wow. Bu necha metrlik? Bu 2,5 ga 5 bo'ladi. Bularning hamma razmeri bor. Bularni qayerga olyapti asosan aka? Bularni zalga, neva klassический, ana o'rtaga stol taxlasa ham gul yo'qolib ketmaydi. Avval gul, sifati zo'r, 100% akril bo'ladi. Gilamlarga asosan garantiya beriladimi, yo'qmi aka? Garantiya beriladi, конечно, garantiya beriladi. Garantiya ishlatishga ham bog'liq. O'zi umuman sotuvchi tarafidan nimalarga garantiya beriladi aka bularni? Buni sifatiga garantiya beramiz. Har birini aytib eshittiramiz. Yirtiq chiqmasligiga, rangi o'chib ketmasligiga, shunaqami? Polisterni deymiz, sintetika, akril aytib eshittiriladi hammasi. Tushunarli. Sizga aka, misol uchun budjetli variantlari bo'ladigan bo'lsa, mana shu arzonchi variantlarimiz bor. Nostandart gilam olmoqchi bo'lsa-chi aka? Unaqada kesib, bichib taxlab beramiz. Undan muammo imkoni bor uni ham. Shunaqa. Tushunarli. Hozir bitta o'sha klientga chiqib ketadigan joyini ham ko'rsatamiz sizga. Tikib, taxlab berilgan. Nurolim aka, uyning egasi kelmasa ham mana shuni o'zi taxlab beraverasiz, shunaqami aka? Shunaqa. O'zi kesib, taxlab beraverasiz. Shunaqa ko'rib tanlab ketgan. Ana endi bugun mana shu variantni tanladi. Shu variantni 3,5 ga, eni 3,5 bo'ladi. Bularni eni 80 dan 4 metrgachalik hamma razmerimizda bor, xudo xolasa. Hozir mana shuni hozir qancha olyapti uy egasi? Xo'sh, 3,5 ga 7 kvadrat olyapti, 7 metr. 3,5 metrga 7 metr bo'ladi. Shunaqa, ha. Shuni hozir mana kesish jarayonidasiz. Xo'p. Xudo xolasa mana ket. Bismillah. Orqasi to'qimali bo'ladi. Qo'yil. Sifati yaxshi, paxta polisterli. Hozir shunda bu metrajli gilamlaringizdan shunaqami? Shunaqa metrajni chiqadi. Qo'yil. Bismillah. Ana ishlang aka. Xuddi shu turishi uyning egasiga necha pulga tushdi Nurolim aka? Buni hozir qancha kelishtirib berasiz endi? 90 ming so'mdan 20 ga berdik. 140 minggacha sotilgan gilamlar. Qo'yil, 90 mingdan 1 kvadrati. Bu yoqqa chiqarib tikib beradimi shunda? Shunaqa. Tikib, mana dastavka o'sha 90 ming so'mni ichidami o'sha narx aka? Ha, shunaqa. Ichida. Bepul bo'ladi-ya. Kvadrat metri 90 mingdan etib berish xizmatlari bor. Tikilishlari ichida hammasi overlogi ichida bo'ladi. Qo'yil. Mana shunda tikib beradi akamiz.
Mana bu qizil bardoy gilamlarimiz. Qo'yil. Hozirgi kunda ko'pchilik aka nimaga moslab olyapti gilamlarni? Gilamlarni uyini endi remontiga qarab oladi ko'pchilik. Remontiga men bu remontimga tushyapti, men bu tushmaydi, men bu tushadi shunaqa. Keyin yerga tarkit, lilonim bo'ladigan bo'lsa yopib qo'yyapti. Aboylariga qarab ham moslab oladi shunaqa. Aboylariga qarab hamma anaqasiga. Sizga misol uchun uyni egasi uyini rasmini ko'rsatsa, o'zingiz ham tanlab beraverasiz. Tanlab beraveramiz. Beminat maqsadingiz beraverasiz. Shunaqa. Tushunarli. Bir kunda nechtalab uy to'ldiramiz, uni bilamiz uni. Qaysi uyga qaysi gilam tushadi. Tushunarli. Iloji boricha yaxshi narsani tavsiya qilamiz. Endi kimgadir budjetni variant aytadi. Men bunaqa mayli, men bunga hozircha kuchim yetadi, o'shani oladi. Sizga dastlabki xizmatlar qanaqa bo'ladi aka? Dastlabki shahar bo'ylab ichida tekin. Tekin, ha? Viloyatlarga olaman desachi? Viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, petaklarga chiqazib beramiz. U ham bepulmi? Shunaqa bepul. Tushunarli. Keyin aka, sizdan olib sotishmoqchi bo'lsa qanaqa yechim bor? Ko'proq miqdorda olib sotishmoqchi. Olib sotishmoqchi bo'lsa, uni ham kelishaveramiz. Nisbatan arzonroq qilib berasiz, shunaqa. Optim bo'ladiganida optim rulonga baribir arzonroq chiqadi. Tushunarli. Zo'r. Bizni Nurolom aka chetdagi akalarimiz ham ko'rishadi, qo'shni davlatdagilar bularni dollarga ham chaqib berasiz aka? Shunaqa. Tojikistondan ko'rishadi, Qirg'izistondan, Qozog'istondan ko'rishadi. Qozog'iston, Eron, Turkiya gilamlari bor. Misol dollarga chaqib beriladi, o'zi dollarga keladi ular. Endi o'zimizda aslida biz o'zbek so'miga chaqib beramiz, lekin aslida dollarga keladi bular hammasi. Tushunarli. Bu ham muammo emas. Hurmatli obunachilar, aytib o'tganimizdek, Nurolom akamizda shunaqa daroshkalarni ham turli xillarini topishlaringiz mumkin. Aka, bularni razmerlari qanaqa bo'ladi endi? Bularni 80 dan 4 metrgachaligi bo'ladi. Hamma razmerimizda bor. Qo'yil. Muammo yo'q. Mana shular 170 ming, 180 ming sotilib turgan narsalar 130 mingdan chegirma qo'ydik. Ha, yana bir narsa aytib o'tishimiz kerak. Bizni obunachilarga gilamlarni aksiyaga tushirdi. Xudo xolasa arzon qilib beriladi. Hozir necha pul buni aka? O'zining asl narxi 130 ming so'mdan qo'yardik bularni. 170 ming, 180 ming sotilgan. Qo'yil. 30 ming, 40 ming arzoniga berib yuborishadi bizni obunachilarga. Yana qanaqa variantlar aka? Qozog'iston gilamlari 360 minggacha sotilgan mana bu gilamlar. Aha. 240 mingga tushdi. Bular ham shu. 240 mingdan. Ularning ham hamma razmeri bor. 160 ming so'mdan. O'sha 200 mingdan hamma razmeri bor. 80 dan 4 metrgachalik. 200 ming so'm. Bu variant qanaqa endi aka? O'ta Qozog'iston chiroyli ekan. Qozog'iston gilamlari. Bu ham yonbob, ham chidamli bo'ladigan bo'lsa, mana akril. Aha. Qo'yil. 260 minggacha sotilgan. Hozir chegirmada 200 mingdan. Endi ham shu. Bu aytilayotgan narxlar 1 kvadratga shunaqami? Daroshkalarga 1 kvadratga 80 dan 4 metrgacha hamma razmer bor. Razmerlardan muammo yo'q, kelaveradi. Qilib beramiz. Tushunarli. 140 ming so'm sotilgan narsalar 100 mingga tushdi mana. Taxta polisterli bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, boya 30-40 ming arzoniga sotishyapti. Aka, ko'pchilik daroshka olgandan keyin u yoqqa siljib ketishiga ko'p asabiy bo'ladi aka. Mana shu orqasi rezina variantlaringiz ham bormi sizda? Bor. Shunaqasi, endi shunaqasi kelgan, mana ko'rsatingchi. Yangi yildan oldin olib kelgandik. Mana bunaqa bo'ladi. Aha. Mana sirpanib ketmaydi. Ha. Tarketda, lilonimlarda o'zi lipochkali bo'ladi orqasi. Tortganda ham ba'zi kelyapti-da. Shunaqa. Qo'y. Ko'pchilik joy kafilga to'shaydi, qimirlab ketaveradi-da, siljib ketaveradi. Endi yosh bolaliklar yugurib o'ynashi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Bezapasni yaxshi yopishib turadi. Qo'y. Mana ko'rib turganlaringizdek yuvib ishlatadigan gilam. Yuvsa ham holatini o'zgartirmaydi-da, shunday xohlasa. Shu sifatda turadi. Bular narxi necha pul aka kvadrati yoki? O'sh, bularni ham 220 mingdan sotilgan, hozirgi kunda 160 mingga tushgan. 160 ming. Shunaqa, kvadrat metri. Bularning 3 metrgachalik bor, ranglari 3 xil, 4 xil rangimiz bor. Rangga qarab narxlar o'zgarmaydi aka? Yo'q, rangga qarab narx o'zgarmaydi. Tushunarli. Xohlasa mana bunaqa oqcharoq variant, xohlasa qora variantlari bor. Zo'r. O'sh, men bular ham xuddi shunaqa Qozog'iston gilamlari sifati zo'r. O'sh. 260 minggacha sotilgan, 240 mingdan bo'la ham. O'sh, men bu gilamlar ham shunaqa. 2000 taroqlik, sifati yaxshi. Tushunarli. Aytib o'tganimizdek, hurmatli obunachilar, sizni uyingizni kommentariyaga yozib keting, nechiga necha xonaga gilam qidiryapsiz, o'shani yozib ketsangiz, Nurolom akamiz nech pulga tushishini yozib ketadilar, xudo xolasa. Shunaqa. Tushunarli. Endi aka, sizda gazonlarni ham ko'rdik, ularni ham bitta ko'rsataylik endi. Gazonlarimiz 2 metrdan 4 metrgachalik bo'ladi. Aha. 160 ming so'm sotilgan. Xo'sh, hozirgi kunda 120 mingga tushgan. 120 mingdan 1 kvadratda shunaqami aka? Shunaqa. Tushunarli. Bular ham shunaqa. Endi rangida farq bor. Qalin desa qalini bor mana. 180 ming sotilgan, hozirgi kunda 135 mingga tushgan bo'lar ham. 4 metrlik.
2 metrlik bo'ladi. Akamiz ko'p Asosni. gilamlarni, hattoki shunaqa gazonlarni ham aksiyaga tushiribdi, ulgurib qolinglar. Shunaqa. Aka, aksiya muddati qachongacha yoki cheklanmaganmi? Yo'q, bu oy Til- oxirigacha Xudo xolasa. Xudo xolasa, Yana shoda yangicha oxirigacha. mollar kelsa, yana ham xaridorlarga tushirib, chiroyli qilib beraveramiz. Bu variantlarimizcha aka. Bular ham orqasi rezinali bo'ladi, lipochkalik, o'sha kafillarda to'yib ketmasligi uchun. Ha, ha, ha. Asosini o'sha ishxonalarga, Kirish joylariga. joylariga tashlanadi. 80 dan 2 metrgachalar, 81, 120, 160 2 metrgachalik ham razmerimiz bor Xudo xolasa. Metr kvadratini muammo bo'lmaydi. Qancha kerak bo'lsa topib beramiz. Bular ham 160 minggacha sotilib turgan narsalar Aha. hozirgi kunda 115 mingga tushgan bu ham 115 ming. kvadrat metr. Zo'r. Yana ham kelishtirib beramiz obunachilarga. Tushunarli. Aka, endi Nurolim aka, yana bir savolimiz aka. Sizdan ko'proq mol olishsa aka, bizning obunachilarimiz misol uchun 3 millionlik yoki 4 millionlik gilam xarid qilishsa, qanaqadir bonus qilib bering endi bizga ham. Bonuslar bor. Qanaqa 4 nima milliondan qilasiz? oshiq olganiga Qancha? 4 milliondan oshsa oladigan xarid qilsa avvalnilar qilib beramiz. Avvalni gilamlarimiz bor. Mana bitta Qanaqa razmerlarini qilib berasiz endi? 3 millionligini oldim misol uchun aka. 3 millionlik xarid amalga oshirdi sizdan. mana bunaqa birga 2 chiroyli Qozog'iston yaxshi gilamlarini qilib beramiz. Mana shuni bepul berasizmi shunda? Shunaqa obunachilar 6 milliondan oshiq xarid qiladigan bo'lsa 1,5 ga 2.30 ligi bor, o'shalardan qilib beramiz. Xuddi mana shunday. Shunaqa. Xohlagan narsani tanlab olsin shunaqa. Shunaqa Haytay 2 milliondan oshig'iga anaqalarimiz bor, joynamozlarimiz bor. Ulardan bonusga qilib beramiz. Xohlasa mana shunaqa gilamlar olsin, xohlasa daroshkalardan olsin. Shunaqami aka? Yo'q, summa 4 milliondan oshsa, 2 milliondan oshsa добро пожаловатlarimiz bor, uy joynamozlarimiz bor. 4 milliondan oshganiga mana bunaqa chiroyli avval gilamlar qilib beramiz. Qo'y. Aytib o'tganimizdek, akalarimizni 40 xildan ortiq shunaqa chet elda o'zimizda gilamlarimiz bor. Cheklanmagan miqdorda xarid qilishingiz mumkin. Metrajlilarni ko'rsataman dedingiz aka, mana shularni bitta ko'raylik endi. Bu Qanaqa varianti bu? Bu 3 plyonni bo'ladi. Aha. Mana tagi 3 plyonni. Qayerga qo'yilyapti endi bu? Akril bu asosiy ishxonalarga oladi. Ishxonalarga, katta-katta zalli bu. Shunaqa bog'chalarga, ishxonalarga olishyapti. Buni ham o'sha 3 metr, 3,5, 4 metrgachalik hamma anaqalari bor, razmerlari bor. Ranglarining ham farqi yo'q. Tanlab bering. 140 ming so'm sotilib turgan narsalar hozirgi kunda 105 mingga tushgan bo'lar ham. Qo'y, 1 kvadrat. Shunaqa 1 kvadratda. Aka, asosan kesib tikishi ichida bo'ladi. tushunarli. Hozir katta-katta obyektlarga ham qilib berasiz, shunaqami? Shunaqa. Zakaz 1000 olasiz. kvadratgacha bo'lganini muammosiz. Ha, Bor. tushunarli. Ha, buni Masjidlarga ham qilib berasizmi? masjid, asosiy masjidlarga qilinadi. Masjidlar. Qilib beramiz. Masjidlarga bo'lsa yana ham chegirma bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. 100 mingdan ham qilib beramiz. Tushunarli. Zo'r. Akamizning telefon raqamlarini qoldirdik, aloqaga chiqarasizlar.